Hürmetli vatandaşım, tüvendikilik şeyimizge dikkat kılın. Dalai Lama Amerika'da senatörler bilen görüştü. Endi Prezident Obama bilen görüşüdü. Mavzulu haber. 6. ayının 15. günü Amerika avazının Xitay tili programması ilan kılındı. Washington, Amerika Devlet Meclisi Kengaş Palatası Tashqi Münasebetler Komiteti 6. ayının 14. günü Dalai ve Sergerdan Hükümet Memuriyet Başlığı Lobsang Sangay bilen görüştü. Bu komitetin reisi Korker, Bob Korker mundaq görsün. Bugün Dalai Lama ve Lobsang Sangay'ına karşı elip, Amerika halkı bilen Tibet halkı moyun bolgan temiladı sözleşti. Özümüzge şeref his qilamiz. Moşundaq daqiqalarda bizning davlatimiz muqomsiz ve ta'xirsiz bir dünya içinde turibdi. Lekin biz hammaga hozir bütün dunyoning vaziyatini ko'z tutib o'tirdik. Lekin biz hammaga bop keladigan qimmat qarashlarining ilhomiga erishib turibdimiz. Bu albatta bizning qimmat qarashlarimizning asosini, negizini aks ettirib berdi. Prezident Obama Dalai Lama bilen görüşemdi. Amerika Avam Palatası köp sanlı egalligüçiler Partisi'nin daisi Nancy Pelosi hanım 13. gün Dalai Lama doklad sözlügen meydanda mundaq görsetti. Dalai Lama Devlet Meclisi'ne verip iki partiye palata başlıklarının karşı elişiğe erişip kalmay. Onundan başka Dalai Lama Prezident Obama bilen görüşüdü dedi. Del bugün çarşamba saat 10'la atrafında Washington vakti Prezident Obama Dalai Lama'nı kabul kıldı diye ki Dalai Lama ile görüşüdü. Yakından beri insanlar da biz sizlerge sözlep geldi. Hürmetli vatandaşım ötken yıl 9. ayının 22. günü Dalai Lama Angliyaga ziyaretge berişi Cameron efendi kabul kılışı gerekti. Lekin tuyuksuz bu ziyaret bekar kılındı. Şundaqıl 9. ayının 22. gün okşaş bir günde Reis Xi Jinping Washington'a yetip gelgende Dalai Lama'mı kesel körüstüş sebepleri bilen okşaş bir günde Washington'a yetip geldi. Dalai Lama Washington'a yetip gelgenden keyin kesel kösetti. Onun keyin Prezident Obama onun kesel kösetti. Dalai Lama kesel kösetti. Şunundan keyin Xitayning matbuatlari nima deyishib ketdi? Yaqinqi bir necha yildan beri Dalai Lamani hech kim qabul qilmaydi. Dalai Lamani hech kim chaqirmaydi. Har qanday davlat rahbarlari qabul qilmaydi. Endi Dalai Lama och yo'lga kelib qoldi. Dalai Lama tugashdi deganda xabarlar Dovi Torbiti, Vanvi Torbiti, Jungo Nazar Torbiti arqa-arqada e'lon qildi. Bu yerdagi bir gap shundoq tahlil qilaylik, hurmatli vatandoshim, sen o'tgan yil 9. ayda Washingtonni ziyorat qilganda Reis Xi Jinping efendi sen xalqaro jamiyatga nima deb va'da berding? Biz bunu bilmaymiz. Balki bu yil 3. ayning 31. kuni atom qurollarini qisqartish masalasi va yoki uning sabablari to'g'riliq Washingtonga kelgan vaqtidami? Xalqaro jamiyatga nima deb va'da berding? Lekin sen hozirgacha bu ishlarni o'rinlamading. Va'da bergan vaqtda Dalai Lamani xalqaro jamiyat cho'ng davlatlarning qabul qilishi va chaqirishi, uni ziyorat taklif qilishi to'xtab qoldi. Chunki sen va'da berding. Bu va'daning nima ekanligini bilmaymiz. Biz shunday tahlil qilamiz. Endiliksa va'dangni turmagandan keyin, va'dangni ishga oshirmagandan keyin xalqaro jamiyat o'zining aslidagi plani bo'yicha yana Dalai Lamani martabalab o'ttiriga ilib chiqdi. Ya'ni ko'rishdi. Prezident Obama bugün görüştü Dalai Lama bilen görüşken buludu. Demek sen belge va'dangda to'xtamading. Hatta bu yil 3. ayının 31 kelgan vaqtda nima deyishdi, nima bo'ldi deysan, shunda bo'ldiki, hatta Reis Xi Jinpingni xo'sh qiladigan ishlar bo'ldi. Hatta boshun torbitiga nima deb yozilib ketdi. Prezident Reis Xi Jinping, kechiringlar, Reis Xi Jinping Washingtonga tushgan kunda shunda xo'sh xabarlar yuz berdiki, bu favquloddiy bir vaziyatda favquloddiy bir ish bo'ldi. Shunda Reis Xi Jinpingni xo'sh qilish uchun ba'zi ommaviy tashkilotlar ba'zi ishlarni qildi. Buning ajablanarli hech qanday ish yo'q. Bugün sen o'zingni bergan va'dasi yang'an kelsa xalqaro jamiyatga Dalai Lama'ning Amerikani ziyorat qilishi, balki Angliyani ziyorat qilishi, balki Kanadani ziyorat qilishi bu biroq Reis Xi Jinping va Jungo Kompartiyasi
Tibet meselesi, Şinjan meselesi doğrusu 2014-yılı siyasi kengaşning reisi Yu Jingsheng Tibetga 6-7 qitim bir yil ichida Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoniga 6-7 qitim xizmat tekshirish bilan bordi. Mesele u yerdagi harbiy kuchlarni o'rinlashtirish, qurolli soqchilarni tarbiyalash va ularga buyruq berish, ularning jamiyatning muqimni qandoq so'zlash to'g'risida nima leksiya so'zildi buning bilan munosabatsiz. Lekin bu yerda tekshirish ikki qo'lliq qilish kerak. Uyg'ur nima qilyapti, nima demoqchi, Tibetlar nima qilyapti, nima demoqchi. Tibetlarning dardi nima, Uyg'urlarning dardi nima. Gongchendan buni nima uchun yo'shirdi, Kompartiya nima uchun yo'shirdi. Bu talablarga nima bostirish bilan javob berdi. Mushundaq masalalarni siyosiy kengashning Yu Jingsheng tekshirdiganligi va bu to'g'ri doklad e'lon qildiganligi bu ko'rinib turgan ish. Demek ki şu dokladlar hammasi hozir 81 yosh kirgan Dalay Lamaning o'zini aytganda o Tibet qaytadigan vaqti eshib ketdi. Masalan, sobiq prezident Clinton davrida Jiang Zemin va'da bergan edi. Dalay Lamani Wotayshanga elib kelish, Wotayshandan Tibetga yig'asak berish to'g'risi va'da bergan yenib oldi. Haligi Jungoda turaqli iboralar qatorida bir jumla so'z bor, bir jumla turaqli ibora bor, Shiyan arfidi. So'zlayotgan so'zini qo'saqning ichiga yudib etib, shuni bilan samraydigan odamlar bu Jungoda qatazı mas keladi, gapirib turmaydiganlar, o'zi turmaydiganlar. Endi bugun Prezident Obama soat 10da qabul qilsa, yoki senatorlar qabul qildi Dalay Lamani, demak bu shah. Ya'ni aytganda to'g'ri bir qoidalik ish. Çünkü bu Amerika'nın tashqi siyosasidagi eng muhim nuqta kishilik huquq. Kishilik huquqqa e'tibor berish. Hatto esinglarda bormi? Kosovoda urush bo'lgandan keyin qaytib Washingtonda ochilgan 40 davlat yig'inida kishilik huquq, bu egilik huquqdan a'lo degan gaplar o'tirg'i chiqib qoldi. Xalqaro nishon prinsipi bor. Demak, bugun shundaq ruh, shundaq qimmat qarashlari bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari Kengash palatasining senatorlarining Dalay Lamani qabul qilishi va shundaqla Prezident Obamaning bugun xabarlar qargan soat 10da Dalay Lama bilan ko'rishishi va qabul qilishi muqarrar ishdir. Lekin gap nimada degan vaqtda Jungoliklar sizlar xalqaro jamiyatga nima va'da bergan bo'lsanglar buni ijro qiling. Ijro qiladigan vaqt keldi hozir. Endi bundan qochib qutulib olmaydi. Dunyo shu yerga keldi. Ijro qilinglar.